Belga hamma yaxshi ko'radigan o'sha Bugatti mashinasi qaytib keldi. Hammaga assalomu alaykum, men Kardinal. Bugungi videoroligimda sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda PUBG Mobile'ga qaytib kelgan o'sha oldv hamma yaxshi ko'radigan Bugatti mashinasini open case qilamiz. Ya'ni oddiy open case bo'lmaydi. Juda ham bir omadli va shiddatli tarzda open case qilamiz do'stlar. Bu yerda birinchi o'rinda keling, mashinani ko'radigan bo'lsak, oy, rangini qaranglar, bu buncha chiroyli do'stlar. Menga u bittada yo'qdi, lekin juda ham bir xameleon ekan, rangi menga juda ham yoqdi. Mana shuni olishga harakat qilaman, lekin do'stlar bu qimmat ekan. 3 ta monetkalik ekan, u mayli hech qisi yo'q. Albatta omadimiz kelsa olamiz. Va bu yerda bittalik monetkasi ham bu qora, buni ham lekin juda ham chiroyli yasab qo'yishibdi. Erkaklarni bir jaydar bir mashinasi qilishibdi. Qop-qora va qip-qizil rangli, bir-biriga juda ham yarashgan. Bu ham menga juda ham yoqdi. Temboli bu bittalik monetka ekan, juda ham arziydi lekin. Va bu yerda ko'k rangi ham o'ziga yarasha chiroyli da, lekin menga birinchi o'ringa bu yoqdi. Bitta monetkalikdan 3 ta monetkaligida, lekin bu qancha yusi ketsin, mana shuni albatta olaman do'stlar. Qarab turinglar, omadimiz keladi albatta. Va bu yerda oldv Bugatti'lar buni bilganlar biladi o'zi, chunki 2 yil oldin PUBG ni o'ylaganlar bo'lsa, bu mashina 2 yil oldin qaytgan va ko'p kishining akkauntida bor da do'stlar. Va bu yerda qizlar, bu ham juda ham chiroyli. Menga birinchi kelgan paytda mana shunisi yoqib qolgan edi va ola olmagan edim. O'sha paytlar omadim yetishmagan edi. Qani bugungi videoda ko'ramiz omadimiz qanchalik yaxshi bo'ladi. Lekin mana bu oppoq Bugatti ham juda ham oldv Bugatti, juda ham ko'p kishi yaxshi ko'rgan edi. Mana bu qorasi ham, ya'ni oq va qora Bugatti juda ham oldv va juda ham ko'p kishi olgan edi, ya'ni yaxshi ko'rib qolgan edi. Va bu bittalik monetka bo'lishiga qaramasdan juda ham chiroyli edi, lekin bugungi open case'da mana buni yaxshi ko'rib qoldim va mana shuni olish uchun ham harakat qilaman. Bu yerda obmenlar bor, mifический kiyimlar bor. Bu kiyimlar bizga qiziq emas, bizga mashina qiziq. Va bu yerda shedevr hali ochilmagan, lekin rasmini mana bu yerda chiqarib qo'yaman. Shedevrning ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Va bu yerda avtosalon esa mana bunaqa eksklyuziv varianti bor. Agar biz 7 ta Bugatti mashinasini olsak, mana shu avtosalon, ya'ni orqa fonni tekinga beradi va bu juda ham chiroyli do'stlar, menga yoqdi. Gapni ham cho'zib o'tirmaymiz, open case'ni boshlaymiz va aytgancha qaranglar, men mana shu videoroligimizda 3 ta real pass qo'ydim. 3 ta real pass yutib olish juda ham oson. Mana shu videomizga like bosasiz, kanalimizga obuna bo'lasiz va kommentariyada ID raqamingizni yozib qoldirasiz. Bo'ldi, men esa kommentdan 3 ta g'olibni aniqlab real pass tashlab beraman. Ispotini esa Telegram kanalimizga joylab qo'yaman. Albatta har birinchisini aylantirishni boshlaymiz. Qani 60 yusiga omadimiz qanaqa bo'ladi? Razgon va bu birinchisi udashni yaxshi. Yana 60 yusiga ketdik. Ramazon oyi kirib kelgani uchun aziz obunachilarimga katta konkurs bilan ko'p yutish imkoningiz juda ham katta do'stlar. Tak, hozircha udashni. Yana 60 yusiga hozircha mana bo'ldi 3 tami. Ikkita yurdi zo'r. Omadimiz keldi shu joyda. Endi har bitta aylantirish bittaga razgon olgan payti bittaga yana omadimiz keldi. Уже 1000 yusi bo'ldi, 500 yusi edi, endi 1000 yusi. Agar hozir 5 ga tushsa, keyin 2500 yusi bo'ladi. Lekin omadsiz bo'ldi bunisi. Okey, давайте yana 1000 yusiga, давайте do'stim. Yo'q, yana neudashni. Yana 1000 yusi iltimos do'stim, faqatgina hozir 6 ga sakrab ketman. Primo 7-8 zo'r bo'ladi, lekin 7-8 ga sakrab olsang juda ham zo'r bo'lar edi. Qani, bam! Va все, 5 ga sakradi. Endi har bitta aylantirishimiz 2500 yusi. Va do'stlar qaranglar, hozir 5 dan keyin iltimos 6 ga sakrama. 6, chunki 6 ga har bitta aylantirish 6500 yusi bo'ladi. 6500 mi, 5500 yusi bo'ladi. Bu juda ham bir qimmat va juda ham bir 6 ga sakrab qo'ydi. Men nima dedim shuncha hozir? 5800 yusi. Endi juda ham bir hozir birinchisiga bersa zo'r bo'ladi. Birinchisiga qani ketdi. Yo'q. Do'stlar, bu juda ham bir achinarli holat, abitnada, chunki har bitta aylantirish 5800 yusida. Voy, davachcha aqli shunisida. Bundoq ketin o'shab turamiz va bundoq qo'yaveramiz. Do'stlar, hozir qaranglar, bu oxirgisi va 5800 yusiga bitta ochaman. Iltimos qilib qolardim, 7 emas, primo 8 ga sakrab ketishini, chunki 5800 yusi axir biza davaychi do'stim, iltimos 5800 yusiga hozir 7 ga sakramaymiz, biz primo 8 ga sakrab olamiz. Qani ketdi. Voy, bitta mashina berdi, все do'stlar, gap yo'q. Birinchi mashinani 26000 yusiga tushirdik va bo'ldi, bizda bitta mashina bor. Okey do'stlar, davaychi yana 60 yusiga yana bitta mashina olishga harakat qilamiz. Yana bir bor omadimizni sinab ko'ramiz va bizga +1 berdi. Ekran qora ketib qoldi. Uzr do'stlar, texnik nosozlik. Ikkinchisi
Yana plus 1. Все, omadimiz kelyapti yana bir bor. Iltimos faqat bu safar 6 ga sakrama. Iltimos 6 umman keraksiz son. Va aytgancha qarayverasiz, sizga mana shunaqa Bugatti Open qilishingiz uchun kerak, albatta akkauntingizdan UC solishingiz uchun albatta UC kerak bo'ladi. Men o'zimni UC magazini UC Telegram kanalim, mana shu kanalimizning ссылкасini shu videoni yo men UC olmayman, Bugatti ochmayman degan uchun Bugattini o'zini ham alohida sotamiz do'stlar. Akkauntingizga UC donat qilib o'tirmaysiz. Bugattini o'zini Primoy akkauntingizga sotib olishingiz mumkin. Bu albatta o'sha Cardinal UC Telegram kanali orqali. Kanalimizning ссылкасы videoni tagida do'stlar. Superkarlar chiqsa hamma mashina qidiradi. Voy, men UC donat qilgim kelmayapti, omadimni sinagim kelmayapti deydi. Mana shunaqa obunachilarimiz uchun buni ham sharoitini qilib qo'yganmiz. Primoy Bugattini o'zini sotib olishingiz mumkin arzon narxda o'sha Cardinal UC Telegram kanalimiz orqali. Telegram o'ziga kirib Cardinal UC Cardinal nima deb qidirib o'tirmanglar, biz kanalimiz kelib chiqmaydi. Original kanalimiz ссылкасы video tagida do'stlar. Xo'sh, yana biz OpenKSni davom ettiramiz va hozircha Newda to'xtanglar, taktika bo'la. Bunda chiqamiz va bunda obmen bo'limiga kirib bunda mashina ustiga bosamiz. Tipa biz hozir mashina olmoqchimiz va bu yerdan X ni bosamiz. Hozir biz mashina olganimizdan keyin albatta men sizlarga to'liq obzor qilib beraman. O'yin ichiga kirib yurishlari qanaqa bo'ladi, hujjatlari qanaqa bo'ladi, hammasini obzor qilib beraman va plus 1. Yaxshi. Давайте пропустить bilan bitta bosib yorsak. Yo'q, пропустить bilan umuman omadimiz kelmas ekan. Shuning uchun без пропустить yaxshiroq. Davay do'stim, bu oxirgi mashinamiz. Men bosmadim, hech nima qilmadim. Nima bo'ldi? 500 ta monetka berdi. Ya'ni biz tekinga 500 ta monetka oldik. Bu juda ham zo'r. Bu PUBG Mobile bizga bonus berdi. Bu 500 ta monetka bilan biz mashinani sotib olsak bo'ladi. Faqat bu uchdan bir qismi. Bitta mashina 1,5 ming ta monetka turadi. Va plus 3 do'stlar. Qardiy oilasi mana omadli OpenKS. 5000 mi 4,5 ming UC. 4,5 ming UC ga biz Bugatti chiqardik. Mana omadli OpenKS mana shu joyda comeback bo'ldi. Yomoni bo'ldi. Like bosib qo'yamiz. Kanalimizga обязательно obuna bosib qo'yamiz. Bunaqa omadli OpenKS ga albatta like bossak arziydi-da do'stlar. Bu rekord. Men eng kamida 6,5 ming UC ga Bugatti chiqarganman. Supercar chiqarganman. Bu safar esa biz 4,5 ming UC ga Bugatti chiqardik do'stlar. Vuy! Omadim kelganini qaranglar. Prosta juda ham omadli bo'ldi lekin. Bunaqasi bo'lmaganda hayotimda vashcha xursand bo'ldim do'stlar. Mana bu yerda bonuslar bor. Ya'ni biz 31 ming UC ga ochganimiz uchun bizga mana shu bonuslarni tekinga beryapti. Ya'ni bu monetkalar, bu monetka orqali aytganimdek Bugatti mashinasini tekinga olsak bo'ladi. Yana biz 5 ming UC ga aylantirsak bizga 750 ta monetkani tekinga berar ekan. Hozirchalik bu monetka bizga kerak emas va mana bu yerga kiramiz va obmen nagradiga kirib biz ikkita mashinaga obmen qilamiz va bizga yana ikkita monetka berdi do'stlar. Ya'ni yana bizga 220 ta monetka yetmayapti. Agar biz yana 220 ta monetka oladigan bo'lsak, biz yana bitta mashinani olishimiz mumkin. Bu juda ham zo'r do'stlar va men hozir o'ylayapman, mana shuni olaymi yoki mana bu qizilini olaymi do'stlar? Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu Bugattini olishga qaror qildim. Давайте 3 ta monetka. Assalomu alaykum. Yangi chiqqan Bugatti. Buni animatsiyasi ham juda ham chiroyli ekan. Menga вообще yoqdi. Men videoni boshida yaxshi niyat qilib kirgan edim. Esingizda bo'lsa, omadli OpenKS bo'ladi degan edim. Mana rostdan ham omadli bo'ldi, ko'rdingizmi? Yaxshi niyat bilan kirgan edim. Rostdan ham mana shu mashinani oldim, juda ham bir arzonga tushdi. Qardiy oilasi, haligacha kimlar like bosmagan bo'lsa, hozirroq videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham xursand qilgan bo'lasizlar. Oddiygina like obuna bosgan holda. Rahmat katakon like'ingiz va obunangiz uchun do'stlar. Va hozir biz endi olgan mashinamizni ko'ramiz. Men sabrim chidamayapti. Shu qanaqa mashina, nima? O'yin ichida ko'ramiz, hali o'yin ichida qanaqa bo'ladi bu mashinamiz. Tak. Mana bu mashinani oldik do'stlar. Ana. Voy, ko'rinishini qaranglar. Hozir diskosini qaranglar. Diskosi yonib turibdi prям. Hozir endi o'yin ichida ko'ramiz qanaqa bo'lar ekan. Buni qaranglar. Menda hamma superkar bor. Hammasi bor. Kolleksiyamizga mana shu Bugattini ham qo'shib qo'ydik do'stlar. Ketganda men sizlarga mashinani qanaqa, o'yin ichida ovozi qanaqa bo'ladi, ko'rinishini qanaqa bo'ladi, hammasini ko'rsataman. Lekin aytgancha do'stlar, kecha men ikkinchi video kanalimga yangi video chiqardim. Ya'ni umuman UC sarflamagan holda tekin materiallar olishni o'rgatganman. Kimlar ko'rmagan bo'lsa, kirib ko'rishingizni tavsiya beraman. Juda ham zo'r video bo'lgan. Ikkinchi kanalimizda qo'yganman uni. Kanal, yeslicha o'sha videomizning ссылкасini shu videoni tagida qoldirganman. Ikkinchi kanalimizga kirib videoni ko'rishingiz mumkin. Hozir esa biz superkarlar tomon yo'lga otlandik. Qani hozir birinchi bo'lib mana shu karga, ya'ni superkarga o'tirib ko'ramiz. Qani ovozi eshitilmadi. Qanaqa effekt edi? To'xtanglar. Birinchi bo'lib ovozini eshitaylik. To'xtanglar.
Ovozini qaranglar, lekin ovozi vashcha chiroyli ekan. Qani ichki salonini ko'ramiz. Ichki saloni juda ham o'zgacha va yangi stilda. Ya'ni real hayotda Bugatti qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa qilib salonini ham yasatirib qo'yishibdi. Speedometrlar juda ham chiroyli. Rulni qaranglar. Salon ichida ham vixlat bor. Buni qaranglar do'stlar. Salon ichida ham какой-то vixlati bor ekan va prosta gap yo'q. Menga ko'rinishi juda ham yoqdi. Tem bo'lib, bunaqa pervelitsodan ko'radigan bo'lsak, juda ham bir chiroyli. Lekin hammalar kim havas ko'zi bilan ko'rayotgan bo'lsa, hammalarga shunaqa chiroyli mashinalar, chiroyli olib-kelisizlar nasib qilsin do'stlar. Chin yurakdan aytayapman, hammalarga nasib qilsin mana shunaqa zo'r mashinalar. Endi esa ovozini eshitib ko'ramiz. Qani ovozi qanaqa ekan yurayotgan payti. Ovozi juda ham chiroyli. Endi hammasini qo'yinglar do'stlar. Eng chiroylisi nima bilasizlar? Menga o'zi birinchi haydagan payti menga yoqqan tomoni buni effekti. Effektini qaranglar. Prosta bunaqa effekt PUBG Mobile'da birinchi marta chiqyapti. Bunaqa chiroyli, oppoq, vobshe chiroyli qilib yasab qo'yishibdi. Buni qaranglar. Menga vashcha yoqdi. Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Albatta men kutaman kommentar fikringizni. Va sizga qaysi mashina yoqadi? Lamborghinimi, Bugatti'mi? Orqa balonlariga e'tibor bering. Orqa balonlari ham juda ham bir aylanayotgan paytda rangama-rangi bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib aylanyapti. Menga yoqdi. Bu mashinamizda oq va qizil rangni juda ham ko'p ishlatishgan. Bu yerda yonib turgan balonni ko'radigan bo'lsak, buning podsvetkasi juda ham chiroyli bo'lib, skromli yonib turibdi va balonimizning ranglari yo'q do'stlar, bu yerda faqat 3 xil rang ishlatilgan ekan. Ko'k, oq va qizil ranglari. Men o'ylabman, anu yomon bayroqli ranglar bo'ladi-yu, 7 ta rangli va yomon bayroqli ranglar. Men o'yladim, PUBG ham shunaqa bo'lib ketdimi desam, yo'q, xayriya do'stlar, unaqa emas ekan. Bo'ldi. Ko'rganingizdek qaranglar, mana shu mashinani to'liq open-kes qilib, to'liq sizlarga ichki saloni qanaqa bo'ladi, balon yurishlari qanaqa bo'ladi, ovozlari qanaqa bo'ladi, to'liq obzor qilib open-kes qilib berdim. Haligacha bunaqa zo'r videomizga kimlar like bosmagan bo'lsa, hoziroq shuncha qilgan mehnatimiz uchun videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh biz yaqinda 1,5 million obunachi bo'lamiz. Siz bosgan like va obuna menga juda ham katta xursandchilik va motivatsiya beradi do'stlar. Kattakon rahmat like obuna bosganlarga. Mana shu videoda ham bir 30 ming ta like ko'rsanglar juda ham xursand bo'lardim. Men arziyda do'stlar. Omadli open-kes bo'ldi. Bu yerda avtosalonni ham kelinglar o'zgartirib qo'yamiz. Mana bu populyarsiya uchun juda ham katta rahmat do'stlar. Mana bu yerda aytgancha populyarsiya battle boshlangan. Shunda aj raqamimni terib, tekin ko'rishga, tekin populyarsiya tashab qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Mana bu yerda haftalikka kim birinchi o'rinni olsa, birinchi o'ringa Real Pass tashlab beraman. Ikkinchi o'rindan to 20-o'ringa kirganga mana sizlarga bunaqa sabitchadagi populyarsiya tashab chiqaman. Siz menga tashiysiz, men sizga tashiyman. Bir-birimizni shunaqa battle'da qo'llab-quvvatlab qo'yamiz do'stlar. Populyarsiya shot kelaylik. Kattakon rahmat do'stlar. Keling endi mana bu avtosalonimizga yangi olgan mashinamizni joylashtirib qo'yamiz. Yarashdi. Voy, qulluq bo'lsin. Hammaga nasib qilsin shunaqa zo'r mashinalar, shunaqa zo'r akkauntlar kim havas ko'zi bilan ko'rayotgan bo'lsa, hammaga nasib qilsin do'stlar. Va o'sha gap Cardinal o'ylasa, eng omadli, eng arzon UC'ni bizning Cardinal UC Telegram magazinimizdan sotib olishingiz mumkin. Va kanalimizga obuna bo'lganingiz va menga shunchalar